Cemaatinde Nurmat degan bratishka. O'z bozorda nimasi bor? O'z magazinlar bor. O'sha bratishka kichkina Arashanga qiziqqandan keyin sразу эле boshladi. Короче, hozir почти 60 mingdan kirgizib qo'ydi sразу. Maşallah, maşallah. Bir yil o'zi boshladi-da. 10 ga yaqin matka aldı. Matkalardan yaxshilarini. 50 tadan boshladi. Ova. 50 ta qo'zilardan aldı da. Anan plus qo'zi qo'chqar aldı. Bulandin pirmoy neveresini aldı. Tuman degan qo'chqorning balasını aldı Karabaltadanchi. İnşallah andan chiqarib qo'yamiz. O'sha bilan yaxshi kirib ketdi. Xudo qalasa уже bildan keyin al bola уже nimada-da? Polizada. Rezultatga elashdi. Baldarni yaxshi bo'ldi, satsa kerak. Anan buni qo'ylarni olib turib, aga arashan qo'yam, anan jo'nakay qo'ylarni olib turib, aga arashan qo'yam desa, vaqtdan utiladi-da, chinda aytib o'tam. Aka 50 tadan anan zerikib ham qoladi, elchi. 50 tadan osonroq bo'ladi deysiz. 50 tadan sirasi tushadi-da. Birinchi klassdan qiyinda tushishi. Потому что qo'yni kim tuvadi desa, matkalar tuvadi-da. Matkaning qani toza bo'lish kerak. Sog'lom ona, sog'lom bola, baquvvat ona. Liniyasi yaxshi bo'lish kerak, anan to'g'ri seleksiya qilish kerak. Baquvvat bo'lsa, baquvvat tushadi-da. To'g'rimi, urg'ochin? O'shaga endi jalpi jamoatga shu ham kengashlar. Aka necha foiz beradi mana 50 talar? Yaxshisini. 50 talar 70-80% 50 ta beradi. Arasında tushib qolishi mumkin. Biroq birinchi klass 70-80% birinchi klass berishi mumkin. Qo'chqorga qaraydi aldag'ichi. Qo'chqor doim shu bo'lsa, beraveradi. Beraveradi. Ani ham birdega deyish qiyin. O'shuning uchun 50 taga 50 tani qo'yaverish kerak bo'lish uchun. Maşallah. Biz o'shuning chechdikda. Murat aka, podpishchilarimizga yaxshi tilaylaringiz aka. Xudo qalasa ne deymiz podpishchilarga? Yaxshilab like'dan bosqila, sandan sapatga o'tkila deymiz. Arashan baqqala, qo'yda bereke bor inshaalloh. Anan hozir jayt masalasida kichkina problema bo'lib o'tadi. O'shaga 10 qo'yni o'rnida 2 qo'y boqish kerak. Misol 100 qo'yning o'rnida 10 ta qo'y boqish kerak. O'shintib sandan sapatga o'tish kerak. Misol buni hozir 14-15 bosh qo'y bor bu yerda. Shu yerga o'zi bir 150 mingdan kirgizib qo'ydik-da. Bo'lsa 2 qo'ra qo'y beradi-da misolichi. Ani sandan sapatga o'tish deb shuni aytadi-da. Anan bular jaytga chiqmaydi. Zima leta shu yerda, qishinda da jayinda da shu yerda. Xudo qalasa. Shularmi? Kelganingizga cho'ng rahmat sizlarga da. Tez-tez kelib turinglar inshaalloh. Sizlar mana Murat akam gaplarini eshitdinglar, xato kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Videoda qanaqa xato kamchilik qilgan bo'lsak, obunachilar, shu Murat akamning qo'ralarini men ko'rib, birinchi shu videoga olishdan oldin bu akamiz bilan musobaqa bo'lganda Barpida tanishganmiz aka. Hava nimada выставкада ko'rishganmiz. Almalda Arashanda matkalar bo'yicha, yuk bo'yicha men birinchini olgan. Nimalari bor, medallari bor. Matkan holkasi 94 cm, qulog'i 21 cm, salmog'i 140 kg chiqqan 2021-yili. Уже 4 yil bo'lib o'tadi. O'shadan beri sandan sapat o'tib o'tamiz inshaalloh. Qo'yda bereke bor, qo'y boqila. Xudo qalasa. Alloh rozi bo'lsin sizlar bilan. Arashan Uzubi Muhammad.